Uzbekistan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli avialiniyamiz passajirlari, chiptalaringizni olib olgan bo'lsalaringiz, borsak kelmas avialiniyamizdagi passajirlari parvozingiz bexatar. Assalomu alaykum, bratim. Bu bekapchir palov. Salomi. Amin. Ilohim. Allohim o'z ishlarimni rivojini bergin, qolganlarni o'zing bilasan. Allohu akbar, ketdik. To'ya toza yemişe tatımız. Eyvallah, to'yna. Alimardon To'rayev kelyapti xizmatinglarda. Alimardon To'rayev. To'xtating shu zamonni, bugun tug'ilgan kunim. Chiqsin ishqning tumani, bugun 10 may Xumorinada 19:00da Happy Birthday to you degan konsertimda kutaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga juma muborak. Endi amiga cholishi. Juma muborak bo'lsin hammaga. Bizimizlar, tinchmisizlar. Katta xolangga pulimi bu? O'tkazib qo'ygan joying bormi sen O'zbekistonga? Bitta noinsoflarni. Noinsof hamman. Kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim? Mana bu kameraning ko'pligini qaranglar. Bular endi MRT, EKG, UZI hammasini qilib beradi. Mana o'ng tomonda ko'rayotgan bo'lsanglar, eng kattasi turibdi. Bular analizdan javobini uyga jo'natib yuboradi. Yana ham ko'payaversin kameralarimiz. Buni nimaligini tushunyapsanmi? Viking Hypersport 3.400.000 dollar turadi. 4 soniyadan kamroq vaqtda qo'zg'aladi. Ular butun dunyoda 7 tagina. Mana bu tentak esa uni tom tagida saqlayapti. Kim yedi buni? Men yedim. Nega deb yeding buni? Ağla, dedem sikedi beni büyün. Dedem sikedi beni büyün. Şalını kara su vurup gitmesin demedi. Dedem sikedi beni büyün. Şalı sudan donuptu kuz. Orada inle yemek. Orası bana gerek. Bemalol kuchib yetyapti. Qarang, bir traktorda ishini bajaryapman. Ketdi.
Baba and a puppy and a bar and a Peter and a fee. Kiski for a party care. Oh, mirror. Bunday qilishga qanday jur'at etdingiz? Kompaniyaga asos solgan men-ku axir. Meni qurbon qilishlaringga yo'l qo'ymayman. Aytaylik, sizni shu itlar quvlay boshladi. Bunday vaziyatda nima qilish kerak, ko'rib chiqamiz. Albatta sarosimaga tushmaymiz. Ulardan biri sizga yetib olib hujum qiladi va chaqqonlik bilan unga zarba berib, uni yiqitamiz. Lekin uning sheriklari bu orada yetib keladi. Endi biz boshqa puxta reja tuzib uni amalga oshiramiz. Ya'ni kaskani yerga tashlaymiz. Itlarning orasida eng ahmoq kaskaga qiziqib yaqinlashadi va bu vaziyatdan foydalanib biz uni garovga olamiz. Uni qo'yib yuborish evaziga jetpack so'raymiz. Ular shartimizga ko'nadi va jetpack berishadi va bu orada do'stimiz ayiq yordam yetib keladi va ulardan ikkitasini o'zi hal qiladi. Qolgan ikkitasini ushlab jetpack bilan Yura davri bog'i tomon uchib, ularni yana bir qadrdon do'stimiz Tiranozavr ixtiyoriga topshiramiz va hamma xursand. Siz itlardan qutulasiz, do'stlaringizni esa qorni to'yadi. Umuman olganda bu juda ham oson bo'ldi. Siz ham bundan foydalaning. Rahmat shart emas. Abba. Bultur. 50 gektarga tashkil qildik. Barni qutib ketdi. Endi mana 500 gektar joyga tashkil qildik. Kurtlar bir bok bo'lsin. Shunday qilki, o'zbeklar ketsinlar o'z yurtiga, borib qarasin ular paxta ipak qurtiga. Ivanjon, tilaging dilimni qildi xira, o'zbeklarni Rossiyadan chiqarishi iloji yo'q sira. Chunki qancha suvda suzib yugurganman, yeganman, Rossiyaga o'zim ham Sirdaryodan kelganman. Ikkoving ham tez kelib, Xarkovkani oldiga o'tir kelib bir joyga boramiz. Pul bo'rang nomet qitaylik, mana senga o'xshaganlarni, onangni skay. Suka, Zachaganskiy, blad! Qo'taq, blad, Zachaganskiy, anang sigayan! Serik aynalangda yuborma bo'lsa, anang sigil ko'chib ketayim, blad! Suka!